Assalamu alaikum, hurmatli Sadir Nurxo'jayevich. Men Ahmadali Jumatay Petrovka aylinan zot etib chiqatam. Men chiqqan sayin bizda toza suv masalasi qiyin bo'ladi. Buni biz suvni yerning tubidan kashat etib olamiz-da. Hozir maylani şöyle qo'ldirib maylanishib suvlarning bardig'i chiqqan suv ichganga bo'lmay turgan bo'lib qoldi. Buga chayin 5 yil burun biz analiz aldırganda bu pitoy suv bo'lmay, bu texnik suv bo'lib qolgan deb bizga bunaqa sanepstansiyadan meyazini chiqarib bergan, taq ma'lumot qog'ozlar chiqarib bergan. 5 yildan beri barmagan yerimiz qolmadi. Buni Moskvadan hakimi Kozuyev degan Tashiyevning jerdashi. O'shaga bir götün ko'tarib qo'ymadi. Suv masalasini aytdik, boshqa masalalarni aytib o'tamiz, yo'l masalasini aytib o'tamiz. Bunaqa menda chiqib juradi ko'p narsalar. Hech bir ko'tarib qarab da qo'ygan yo'q. Bir Moskva rayonida bir de ish qilgan yo'q. Yaxshinaqa ish qilgan yo'q. Hurmatli Sadir Nurxo'jayev, usul qilgan bir ishni bayır qo'ymasalar yo'q dedi bir ishni. Eğer bo'lmasa menga kelsalar, juyarsalar men aytib berayin. Chekasini ko'rsatib berayin buni qilgan ishlarni. Qacha ko'rsak barsak ele to'n qo'yib, mana hozir kelganda ari kelgan odamlar hozir etdimlar, semirib so'ya turgan bo'lib qoldi. Bu Kozuyevdi. O'sha so'yishga jarab qoldi. Hurmatli Sadir Nurxo'jayev, o'sha bizning taqdirimizni chechib bergaychi, bizning jonimizda murda bor. Murdaga qo'y tushurunda odamlar ko'milgan. Hozir o'shalarning mevalari tushadi. Buna yağmur yağgan sayin, suv bo'lgan sayin janaqa yerning tubine al narsa tushadi. Har bir narsa yerning ustindagilarning barligi yerning tubine singib tushadi. Anaki maylanishib bunaqa jonimizda mevalar bor, janaqa may ko'targan joylar bor. Mashina o'ndagan joylar bor. O'sha yerlarda may tushib, hozir qo'limizga may bo'lib ele ichgan suvimiz may bo'layotadi. Petrovka aylining tigi başından bu başına çeyin. Moskva rayonida obşi suv yo'q. Bir ayılda. Ildiki asfalt yo'lning o'ydasında var. Ildi jag'ida bir de suv yo'q. Moskva rayonida, Petrovka aylinda. Ushuni bir qarashtirib beraychi, shu Kozuyevga Moskva rayon hakimlerine bir meya qilib bergin.